ikkinchi Trailblazer. Orqadan yangi bir mashina bor ekan, Xitoy mashinasi. VJ'ni nimadir deyishdi, modelni eslab qola olmadim. Bu ham uryapti, yangi mashina. Endi videoda ko'rinmayapti, yirik toshlar bor suvning ortida. Bu yoqda Roshan akam Nivada reja o'tib oldi. Endi sekin avaylab haydashyapti. Shu Roshan aka. Bu yoqda Adham. Nari yoqda Ford Raptor. Kaliyani qaranglar, balonni kattaligini bir-biri bilan orasida. Juda katta kaliya. Ikki motorda vyxloplari bor. F150 Raptor komplektatsiyada va Toyota 200 talik. Shu bilan ketdik, yo'limiz dalcha davom etadi.